Ko'rlar ko'rik tanlovining ashaddiy muxlislari, aziz talabalar, aziz ustozlar, rektor kubogi yarim final birinchi o'yin biz boshladik. Bugungi birinchi bellashuvimizda o'zaro bellashadilar. Iqtisodiyot va turizm fakultetining optimist jamoasi. Iqtidorli yoshlardan tashkil topgan Xemis jamoasi. San'atshunoslik fakultetining universal jamoasi. Jismoniy tarbiya va sport fakultetining yangi milliard jamoasi. Filologiya fakultetining magnit jamoasi. Sahnada bellashadigan jamoalardan tashqari bizda yana bir jamoa bor. Bu hakamlar hay'ati jamoasi. Hakamlarni bir-birini sizlarga tanishtirib o'taman. Birinchi hakamimiz bloger, trainer, omadli jentlmenlar jamoasi sardori Hikmatulloh Nusratjon Do'stov. Ma'lumot uchun o'z o'rnida aytib o'tishim kerak, Oliy Liga qo'noqlari futbollar 2024-yil finalida omadli jentlmenlar jamoasi Buxoro sharafini himoya qiladi. Omad tilab qolamiz. Xo'ja Nasriddin Afandi Ligasi muharriri, qo'noqlar va sudkovlar faxrisi Naimov Rahmatjon ustozimiz. Barcha Buxoro QVZchilar ustozi 2011-yil qo'noqlar va sudkovlar respublika tanlovi g'olibi Ozodjon Yuliyev. Hakamlar hay'ati raisi, universitetimiz Yoshlar ittifoqi yetakchisi raisi Feruzjon Karimov. Hamda bugungi o'yinda so'nggi hakam va boshlovchilaringiz Bahodir Shamsiddinov. Hurmatli jamoalar, Xudo omadinglarni bersin. Assalomu alaykum hurmatli ustozlar, hurmatli talaba yoshlar. Bugungi tadbirimizni ochib berish so'zni Yoshlar mana yuksalish ko'maklash departamenti boshlig'i Azbek Amajonovga beramiz. Marhamat. Assalomu alaykum hurmatli qo'noqlar va zukkolar, ko'rik tanlovini tomoshabinlari, ishtirokchilari, barchalaringizga ushbu bayram muborak bo'lsin. Albatta, qo'noqlar va zukkolar tanlovi doim bayramona kayfiyatda boshlanadi, bayramona kayfiyatda yakunlanadi. Hamma ishtirokchilar g'alaba tarafdori, mana shu umuman g'alabani o'zi sahnaga chiqishni matonat bilan sahnaga chiqishni o'zi bu g'alaba. Shuning uchun barcha ishtirokchilarga omad tilaymiz va bitta narsani ishtirokchilarga qarata aytamiz. Hurmatli sahnaga chiqadigan ishtirokchilar, sizlarga demak sahna madaniyati, sahna hurmatini uqtirganmiz, aytganmiz va iltimos qilamiz. Sahna madaniyati va sahna hurmatini joyiga qo'yishlaringizni qo'shimcha redakturadan ko'rgan vaqtimizda qo'shimchalar bo'lmasligini bir va tomoshabinlardan iltimos qilamiz. Mazza qilib tomosha qilasizlar, lekin sahnadagilarni, jamoalarni hurmatini joyiga qo'yishimiz kerak. Shu bilan birgalikda qo'llaringizda kofe yoki kola yoki boshqa ichimliklar ichib, bu yerdagi zalimizni tartibsiz yoki iflos holatga keltirmasliklaringizni so'rab qolamiz. Va asosiysi har bir jamoani chiqishlarini olqishlab turishlaringizni so'rab qolamiz. Buxoro davlat universiteti yoshlari mana salkam 3 yil bo'lyapti bitta shior bilan va qo'shimcha bir nechta hashtaglar ostida harakatlanadi. Bugun demak O'zbekiston yoshlari birlashaylik shiori ostida demak ko'p tadbirlarimizni qilamiz. Shu bilan birgalikda
o'qutuv yoshlarni sevadi degan hashtag bugun mana oxirgi 1 yilda kuzatsa agar kecha televizorni ko'rib tursam Toshkent yoshlarni sevadi degan shiorlar ostida tadbirlar bo'layotgan ekan. Biz bu tadbirni 2,5 yil oldin boshlaganmiz va shunday davom etamiz. Barcha ishtirokchilarga, barcha jamoalarga rektorat nomidan va ko'p sonli o'qituvchilar jamoamiz nomidan omad tilaymiz. Tomoshabinlarga esa maroqli dam so'raymiz. Katta rahmat ustoz, takliflaringiz uchun. Demak, birinchi shartimiz tanishtiruv sharti bo'lib, o'zimni QVZda topdim deb nomlanadi. Vaqt 6 daqiqa 5 ballik mezonda birinchi bo'lib sahnada qur'a natijasiga ko'ra Iqtisodiyot va turizm fakultetining optimist jamoasi. Marhamat. Biz optimistlar jamoasi mana bu ikkalasini davrida juda qiynaldik. Bu ikkalasi ketib esa ro'shnolik ko'rdik va gapirishni boshladik. Qarshi oling. Sahnada yangilangan optimist jamoasi. Ko'rib turganingizdek hamma narsa ham rangga bog'liq emas. Assalomu alaykum, qarshingizda Iqtisodiyot va turizm fakultetining yangilangan optimist jamoasi. Bachalar. Mana shiringa nima deb tegibdim deyman-da. Nima tegibdi aka? Ana bu ikkalasi ketgandan keyin shamol tegibdi, gapirishni boshladi. Aka lekin bilasizmi? Shu ortiqcha hareketim zo'r bo'ldida ancha yengillik bo'ldi bizga. Optimist chiqib e'tibor qilgan ularga men. Men ketdim bachalar, Shoshma, ketishing oldin sen yangi jamoa haqida fikring bormi? bachalar qo'limda nima bor? Hech narsa yo'q. Sizlar haqlangan fikrimni bo'layotgan. Aka shoshmang, bizning jamoamiz kelajakchi. Bizning kelajagimiz bormi o'zi yo'q? Bahani miyasida nima bor? Hech narsa yo'q. Sizlarda ham yo'q kelajak, ishoning. Aka, ko'rasiz, bugun biz yutib, o'zimiz bilan kubokni olib ketamiz. Kubokni olib ketasan, Firuz aka, bizlarni chiqarib, mayli, yarim finalligini aytib ularga, finalda bo'layapti bugun. Bachalar, men sizlar bilan chiqaverishim tinchgina. Tinchgina, men chunki bu komandani sevaman, bu komandani yaxshi ko'raman men. Nimaga? Endi pulni olgandan keyin yaxshi ko'rasan-da, nima qilay? Menga qaranglar. Qaysi komandalar bilan o'ynayapmiz? Juda qattiq komandalar o'ynayapti. Qattiq komandalar? Qaysi komandalar? Filologiya. San'atshunoslik. Mantiq. Bular qattiq emas. Bular qattiq emas. Nima bular? Bular chakka. Qanaqa chakka? Yaxshi chakka 2 kilo to'playman. Menga qaranglar. Bu komandalardan tashqari boshqa komanda ham bor. Bilasizlarmi qaysi komanda? Habibiy Hayoti. Tashsizmi ayolni? Hakamlar Hayoti. Mana hakamlikka kimlar degan? Qaranglar, mana aka Nusrat, bloger, taniysizlar bu kishi? Aka xoliq bilan chiqadiganmi? Xoliq so'zini ishlatma, zapret qo'ydi. Mana aka Nusrat, bu kishi tabriklashlaring mumkin, Oliy Liga finaliga chiqqan bu kishi. Tabriklar, Oliy harfinglar omadli jentelmenlar bilan. 2012-yil Ozod ustozimiz finalga chiqqan, omadli jentelmenlar bilan. Yana finalga chiqishini ko'rishni xohlasalar 2036-yilga qarab qaraveringlar, 12 yildan keyin. Menga qaranglar. Aka, men aytay. Shmu tancha promada chiyoq chiqishi, mo guftem dashmo, ibrishmo bo'y meni 5 mo'yam. Menga qarang, nima dedi bu? Bu aka sana shu nima chiqib ketamiz yo'q to'g'ri. Men siz ham yetib biladi bu. Qachon namishi tasadorlikdagimanda. Meni chiqindirma, shu orqaga yanga solaman og'ash ushlab, og'ashlar. Bachalar, menda ikkita yo'l bor edi. Yo'q, bu yoqqa. Sen qaysi
qarsildoq. Menga qarang, chiqqandan bularni yo'l deysan, qarsildoq deysan, yo'lmi qarsildoq bo'ldi? Bular qarsildoq emas. Bular yo'l bular. O qanday yo'l? Bittasi yaxshi yo'l, bittasi yomon yo'l. O'zi qayerdan bilding yaxshi yomonligini? Yaxshi yo'l, kredit yo'l, yaqinda asfalt qilingan. Yomon yo'l, universitet yo'li. Ya universitet yo'li ham asfalt qilingan, cho'tki yo'l. Yo, asfalt qilingan, proza tunnel ham bor-ku. Lekin men ehtiyot o'sha tunnelga tushib ketman. Tushib ketsam ham yoshlar ittifoqi bilan chiqaman-ku. Nusrat aka, bir tunnelga ma'y olamizmi? Sening tunnelda qolib ketgan do'sting debmi? Lekin shu tunnelga Firuz akani tushirib bo'lmaydi-da. Nima uchun? Sevit uchun topib bo'lmaydi u kishini. Alo, qayerda? Tamam, ustoz. Tamam, hal qilamiz. Kim? Ozod aka, tunnelga ekskursiya qilaylik deylar. Menga qara, mana chiqding hakamlarni hammasiga kulguli, bir past kulguli narsalar uryapsan-da, mana yerda Rahmat aka ham kelgan, u kishiga kulguli narsa urmaysanmi? U kishini hakamlikka o'tirganlar o'zi bir kulgili narsa. Rahmat, yo'q, turib yotma, sizga aytganim bunga aytyapman. Demak, Optimus jamoasi kiritin oldiga tunnel qazishga kerakdi. Let's get loud. Let's get loud. Let's do it. Eng sahna ko'rinishi stroykadagi holat. Kovlangan, mana bu yerlar kovlangan, taqlanglar, tez. Nima qilibdilar? Aytdikku kiritin oldida tunnel qazyapmiz. Let's get loud. Let's get loud. Navbatdagi sahna ko'rinishi xolodilnikdagi sosiskalar suhbati. Qachon chiqamiz? Zavtrlikka tuxum bilan. Biz necha minut chiqdik? 12 minut. 12 minut. Ana shu o'zi birinchi shart 6 minutda. Shu 6 minutini shu chiqmagan bitta Xemis degan komanda bor. Bugun nomiga boshqalar chiqdi. O'shalarga o'zi bir normali chiqamidi mana shu yerga ham. Rahmat sizlar bilan birinchi shart bo'yicha iqtisodiyot va turizm fakultetining Optimus jamoasi. Rahmat deb qolamiz. Boshlanishi yomon emas. Birinchi bo'lib chiqishda qoyil. Iqtisodiyot va turizm fakultetining Optimus jamoasiga biroz qarsaklaringiz. Ana endi esa qur'a natijasiga ko'ra iqtidorli yoshlardan tashkil topgan Xemis jamoasiga beramiz. Marhamat. It's coming down. Oha! Sahna orqasida birorta qiz psixolog ketadiku-yu. Hech o'ylamagandim shu shalla qapashlar bilan shu ishlarni qilaman deb. Assalomu alaykum universitet qizlari. Assalomu alaykum universitetim shunaqa yigitlari. Eksu. Kelingan mana shu qizni ko'rib fakultetimizga tushib. Shu fakultetimizning yo'nalishlari haqida tanishtiraylik. Kompyuter ilmlaridan dasturlash texnologiyalari. O KIDT. Axborot tizimlar texnologiyasi. O ATT. Dasturiy injiniring. O DI. Amaliy matematika. To'g'ri, amaliy matematika.
Shkala. Baqa Shamska. Ustoz, shkala deysizmi? O'zim sotib olganman, o'zim yeyman. Shkalarga zo'r so'z yozilgan shu banada o'zi yo'qing. O'z. Fakultetini yuksaklarga ko'tarib chiqqan temiz jamoasi biz keldik. Şu bir gül ruhsatına İşlerge benim var Ahır benim burada Lola, maskaniya beshga chiqib keldim. Sakso o'ylamas edik. Qarshingizda spokойно chiqib olgan svejiy boshlovchingiz Umar va Farida Asalchalar. Assalomu alaykum. Bizda ilk sahna ko'rinishi maktabni zo'rg'a 3 ga tugatgan yigit talaba bo'lgandan so'ng sessiyaga tayyorgarlik jarayoni ko'ramiz. Orazini yopqoch, ko'zimdan sovchilar xarlaqtirar. Bo'ldingmi? Ha, bo'lib. Davom etamiz biza keyingi sahna ko'rinishi. Xottini yo'q, kuchuk. Marhamat. Man. Ko'ramiz bizda keyingi sahna ko'rinishi komandirovkadan qaytgan. Anhorni bo'ylardan bahorni gullardan yorimni tillardan o'laydi anhorni bo'ylardan bahorni gullardan yorimni tillardan Romantikani qo'y, ishni tez-tez ye. Bilamizki, qalqon jamoasi kunduz hech kimga indamasa ham kechasi yoshlarning payiga tushadi. Bizda keyingi sahna ko'rinishi qalqon bilan bo'lgan bir tupik holat. Mana qarang, mana muzikani eshityapsizmi? Ana shu muzikachiga Dubayga sayr qilsa kirmadingiz. Eshitmayman demaysiz. Bizani to'y mana bu Zarafshonga bo'ladi. Ishonmaysiz, ishonmang. Aha! Kuchiga kirasanmi? Ko'ramiz bizda keyingi sahna ko'rinishi uyiga chaqirilgan urolog. Marhamat. To'xtang, men sizni tushundim. Men siz hamma analizangizni tekshirib chiqdim. Qo'yish nima bo'libdi? O siz butunlay bir qulubsiz-ku. Nima bo'ladi? Endi siz farzandli bo'la olmaysiz. Xotin, Ha, dadasi. bepush ekanman. Endi nima qilamiz? so'ngini bir rivoyat bilan tugatmoqchimiz. Bir kuni bir chumoli buyuk ipak yo'lini yurib ketayotgan ekan. Men o'zimni poeziyada topdim. Suyajak tizlaylarga belgilagan kim bo'lgan shartnoma. Poeziya yo'lini davom etibdi. Qachon buni? Rahmat sizlar bilan Axborot texnologiyalari fakultetining Hayes jamoasi bilan
Rahmat deb qolamiz iqtidorli yoshlardan tashkil topgan Hemis jamoasiga Dilroz Xarsayeva. Demak, ustozimiz boya ta'kidlab o'tganlaridek bemalol ijtimoiy tarmoqlarda Instagram, TikTok, Telegram, Facebook, Twitter kimdagi bo'ladigan bo'lsa, hashtaglardan foydalanib tadbirni yozishda bizga hissa qo'shishingiz bo'ladi. Demak, ana endi 3-bo'lim sahnamizda San'atshunoslik fakultetining universal jamoasi chiqib beradi. Marhamat. Videochilar kelgan qo'shsinlar. Ozod aka, Universal Pictures представляет. Qayerdan topding bu qizlarni? Turish bir dunyoga. Yalla habibi. Talabalar yemaydi. Firashga dollar taqib olmay, yalla nima o'zing yalla. Bular qorako'l olib ketdingmi? Jirajon, o'z bularni qorako'lga olib ketsang, bizga hech kim qaramaydi-ku. Aqshne. Nima qilib tetrab yuribsan? Sizlar nima qilayotganlaringizni bilmayman, shu bo'ya shu mikrofonim qiyratib qo'ydim. Shu kamera olib ketgan qatar sizga. Tevisiga keldik. Men topdim. Nimani topdi? O'zim topdim. Qayerda topding? Aqshimizga topdim. Mana qaranglar. Shuncha yashagan bola o'zim topolgan yo'qmi? Amirzajon, ammo o'zim haqimda gapirgan yo'q-ku. Qiviziga birinchi shartni nomini aytibman. Men qiviziga o'zim topdim. Salomlashmaymizmi xay? Assalomlashamiz. Mana salomlashaman sizlarga. Ya assalomu alaykum. Ertalab vaqtlikda turib. Ha! Darslarga vaqtida kelib. Ha! Ibn Sino bilan Arimdan chiqmaydigan talabalar. Bo'ladi, ustozlarimiz kelgan, hakamlarimiz kelgan. Hakamlar bilan salomlashmaymizmi? Ey! Ana Ferzaka ustozimiz kelganlar. O'zlari kimligini ham tushunmasalar ham, nuqul tushunmagan narsalar tashlashni uradilar. Ana bloger akamiz keldilar. Ham bloger, Ha! ham biznesmen, Ha! ham general qaynona, uchtasi bitta. Ha! Bu kishi triman nima keladi? Assalomu alaykum ozodlik ustozimiz. Ana ustozimiz keldi. Bitta qarsaklar ustozga. Ustoz, endi shogirdlaringiz tayyorlamasdan chiqsaga uyat beradi-da. Ey bola, ozodlik redaktor o'tkazdilar-ku. Qanday qilib bilasizmi? Istarsan, qani ko'ramiz, qani ketib ko'ramiz. Ustoz, biz ham bola redaktor
tayyor. Redaktor ko'rasiz. Ustoz. Bizdan bular redaktor tayyor etdi, ustoz aka kim atlar? Rahmat, o'zingga. Bakar. Yok, bakar. O'zim qarang. Menga qara. Siz sigaret chekib turibsiz. O'zingizga sigaret chekmaydi. O mana hozir yutmaslang. Sizlar nima qilib bilasizlar? Mana banda. Men pianinada pikib chalaman. Men skripkani. Sindirib chalaman demoqchi edim. افتادم دامیز حیات وحش بره بودم بله شفتی چون زد بودم Ana biz san'atchilik fakultetida san'at va madaniyat yo'nalishi talabalarimiz. Iltimos, madaniyatli bo'laylik. Shuni qarang. Uyda chiqib, liki qilib madaniyatdan gapirish necha yil o'tdi endi. Ha, endi madaniyatdan gap boshlandi-ku. Bola yo'qmi bironta? She'rmi, g'azalmi, bilmam. Jasna yo'qmi bironta? Menda yo'q. Nurbek Sa'dachi, sen miltining doim yo'qlangan bilan bitta ishlarni yurib. Bitta senaydik ha. Sevilmam, gari bo'lsa-da gunoh. Muhabbatni nechun yaratgan Alloh? Yurak shuni desa, ayting odamlar, men qayerdan topayin panoh? Ana ko'pni bizam buni yo'ratda bitta o'zdan ishladi qiyin. O'zdan madaniyat 4-kursdasiz. You stay low as a word like an open motion stage. When twice and twice, low me one minute. Let's get a low man. Alo. Ha, ana Qaljon aka sahnada rol bajaradi. Ha, qarang. Ha, o'zi. Qaljon aka, ko'chaga bitta qiz sizni kutayotgan ekan. Xo'sh, siz kecha ish bergan ekansiz, ishingizni qilibdi. O'sha endi pulni kutayotgan ekan, borib qarang, pulni tushirish. To'g'ri. Qaljon aka. Mana pulni borib ketib tushunam, beravering-da. Bermagan deysizga. Yo'q, bermagan. To'xta. O'zi pulni kimga beramiz o'zi? Sen xijolat bo'laman do'stim. Ohay, ay kimga beryapmiz bilaylik pulni. Sen xijolat bo'laman. Qo'ying aytmaylik. Bilishim kerak, pulni kimga beryapman? Qo'ying aytmaylik. Ayt deyapmiz aka. Yeva. Ajaran bucu. Barchalarga katta rahmat. Sahnada sizlar bilan Udaysan Sharosi. Rahmat deb qilamiz san'atshunoslik fakultetining universal jamoasiga. Ana endi esa sahnada Jismoniy tarbiya va sport fakultetining yangi milliard jamoasi biroz qarsakladingiz.
Demak, ular tayyor bo'lishguncha hakamlarga ham murojaat bor. Ikkinchi shartimiz qisqa savol-javob sharti bo'lib, jamoalar bir-biriga savol yo'llamaydi, aksincha savol hakamlardan jamoalarga yo'llanadi. Shuning uchun ham savollarni tayyorlab qo'yishlarini so'rab qolgan bo'ladi. Demak, agarda jamoa tayyor bo'lsa, sahnada Jismoniy tarbiya va sport fakultetining yangi milliard jamoasi. Marhamat. Elektrositga telefon qilardim-da. Ya, assalomu alaykum, hurmatli ustozlar, talabalar va hurmatsizlar. Mana sahnaga chiqaylik, hurmatli ustozlar. Biz eski milliard jamoasi emasmiz, aksincha. Biz yangilangan yangi milliard jamoasimiz. Voqealar rivoji bizning Telegram kanalida. Mana bola sahnaga ham chiqib oldi-ya. Bir yoshlikka eslaymiz unda. Men esladim, haligi loynolardi. Loynolardek. Yaxshilab yasardik. Qani Dumijon, teshga turing. Bo'la, nimadir esimizdan chiqib qoldi-da shu. Mani Feruzkaga gapim bor-da. Hurmatli Feruz Karim, 1 minutga vaqtingizni olsam maylimi? All that I have is all that you can. Avvalambor assalomu alaykum. Sizni Kogon shahriga do'ng'a ketgan barabanchi deb eshitgandik. Sizga xizmat bor edi. 1-dekabr kuni to'yimiz bor edi. Shunga barabanchilar bilan to'yimizni o'tkazib berasizmi deb ustimizga kelgandik. Nima deysiz? Qolganini kelishardik o'zimiz. Chiqamiz. Kubikda olamiz. Pulni olib, musobaqaga borib mazza qilamiz. Masallaga nimadir cho'tir topishmaylik dedi masallaga. Yuragimni chakkada qop-qora qildi. Demak, yangi milliard jamoasi o'z sahna ko'rinishlarini bizda ilk sahna ko'rinishi dildan suhbat, marhamat, birgalikda tomosha qilamiz. Bekor ko'shlikda shu oldingi universitetimiz yaxshi edi. Final o'rgan qizlari bor edi. Voy, Tarix qizlari voy. Iqtisod qizlari bilan boshqacha-da.
Inni asıl kızlarını etmezden vay 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 vay. Hurmatli fakultet tutorlari, sizlarni dekanat xonasiga majlisga chaqirishyapti. Shu olqishlar. Bizda keyingi sahna ko'rinishi ustoz va talabaning suhbati. Marhamat, birgalikda tomosha qilamiz. Mama Nazarova, Assalomu alaykum ustoz. darslarda ko'rinmaysiz, embilaringiz ko'payib ketdi. Sessiya yo'q. Bularni qanday yo'qmoqchisiz? Qiziq ustoz, qiyin emas hal qilish. Qanday yo'qmoqchisiz? Kalbosh bilan hal qilaman. Siz menga qo'l bermoqchisiz? Yo, ustozjon, siz tushunmadingiz. Tutorimni aytyapman. Bizda keyingi sahna ko'rinishi talabalar kvartirasida o'g'irlik. Marhamat, tomosha qilamiz. Kim u? Zo'rimiz bor uyga aqlli qizlaringni olib Hozir olib chiqadi. Mana so'nggi pullar. Voy nodon, shuncha pullaring bor ekan, kontragingni vaqtida to'lasang bo'lmaydimi? Biz yo'llarda qiynalib yurmasdik. Tutorlagan qiyin-da. Biz chiqishimiz so'ngida nima demoqchimiz? Avvalambor bizga yaqindan yordam bergan tuyturimizga kattakon minnatdorchiligimizni bildiramiz. Bir sahnaga chiqib o'z yo'limizni topdik. Rahmat, sizlar yangi Rahmat deb qolamiz. Jismoniy tarbiya va sport fakultetining yangi milliard jamoasiga biroz tarsaklar ostida. Mana endi esa bugun birinchi shartimizni yakunlab beradi. Filologiya fakultetining magnit jamoasi. Marhaba. Yarim final. Birinchi o'yin filologiya magnit jamoasi biz boshladik. Bachchalar mana sahnaga ham chiqib oldik. Yangilangan tarkib bilan. Lekin bugun biza finalga chiqishimiz kerak. U uchun bizaga ko'pni ko'rgan, yoshi ulug' bir odamning yordami kerak. Assalom nisbi be. Ustini biror nima bilan yo'q qo'yish esingizdan chiqmasin yana, qarmi? Buxoro davlat universitetida qivizi shu darajada rivojlanibdi. Ko'z tegmasin, gap yo'q. Nimaga bunday deyapsiz? Endi kuchlaringiz Afrikadan ekspert bo'lib keladigan darajaga bo'lib chiqib.
Uzun, toype, 2 kilo. Bu ustozlarni tanıysizlarmi? Ha, tanıymiz. Nusratjon, qo'ying. Siz bitta turib jip bilatman ekanda, jip. O'rnikda turib jip bilatishni nimaligini men bilmabman shu paytgacha. Bu ustozlarni tanıysizlarmi? Tanımay turibmiz-da. Ustoz, men ham sizni tanımayman. Assalomu alaykum. Bahodirjon Shamsiddinov, Baha Shams. Assalom. Muborak bo'lsin, innovatsiyalar universitetiga ishga kiribsiz. Oilaga olibsiz ha? Bahajon. Bahajon. Jonim bacham, ota boboyingizdan qolgan gap bor. O'zi ketar yo'riyor, o'zi kelar yo'riyor. Qo'yingga shayqani. Ana, sahnaga chiqdingizlar. Sizlar finalga chiqishlaringiz kerak. Men yordamga keldim. Xo'sh. Bobo ketdilar, bobo bilan kelaydik, lekin ketib qoldilar. Sizlar ana bugun sahnaga zo'r yoradigan hazillarimiz bormi? Bor. Mahallada dudulga qilamizmi? Deyonamisan, general qaynona qil. General qaynona, ha. Sen ana bir joy bo'lasan, jip. Sen ana o kelib bo'lasan, kelib. Men ana mana deygo. Shu bilaman. Yo'q, buni kulgili emasligini men bilaman, lekin sizlar nima uchun shuni bilmaysizlar. Sizlar yedirish uchun, hamma bonqirlab kulib, "Молодец" deyish uchun hazillarimiz bormi? Bor. Mana menda bor hazil. Aytagaga. Aytagaga o'rta o'zini osib qo'yibdi-da. O'zi ana bera churur muziga ketish kerak edi, ha? Shu ham hazilmi? Ey Ozodjon, ishoning, o'sha o'zimiz o'ynab yurgan davrlardan bitta shunday hazil olib kelganman. Zal yo'qqa tursin, o'zingiz o'rningizdan turasiz. Hazil olib kelinglar. Bu hazilmi? Yo'q, bu hazil. O'zidaga manga deb o'yladi. Buni turish hazil edi o'zi. Manga qarang, bibi. Siz o'zi mana Ozodakaga hazil berdingiz. Bahaga yaxtaga turiblar beri. Bahajon, qayda kelishga kelib siz bitta hazil olib ketmaysizmi o'zingiz bilan? Baha hazili. Nimaga bu ishga yigit bacha? Yangam sahnaga yera o'tiribdilar, hazratlik qilib o'tiribdilar. O'zim bir oyog'im go'rda, bir oyog'im yerda, nima bo'ladigan bilmayman-da. Shams yanga mumkin ketganlar. Qani. Nima qani? Semiz jamoasidagi saksovul qani? Nima qilasizlar? Unga saksovulni gaplari bo'lmadi. Manga qarang. Hozir siz uydan chiqdingiz, yo'lingizdagi apa o'ynamadilar. O'zi zamon champaylangan, qizlar yigitlar o'ynab yuribdi. Endi sizlar o'ylashlaringiz mumkin bu sariq pishak nima chiqib oldi deb. Man o'zim maqsadim boshqa. Men aka Bahorga hazil olib kelganman. Chiqing, o'ldirib chiqing. Hazil bu, aka sizga hazil bu. Mikrofonga ayting. Redaktordan o'tmadi bu vaqt. Ibi aylanasizdan aka. O'zingiz kecha redaktorda Alish vazirlik qayerdan o'ylang. O'zim o'ynash hazilni qo'y shuni o'zim o'ynay dedingiz aka. Universitetga bir hazil olib kelmay qo'lida.
Halis senga hech ketmadim. Nima? Sen o'tgan safar menga kelib aytding, men endi umuman televiziyaga chiqmayman, televiziya bo'lmayman deb. Televiziya, yo'q, televiziyaga chiqmoqchi emasdim. Televiziya shunday bir narsaki, endi bu uyda jazmanday narsa-da bu. Yo'q, bormayman, qilmayman deysan. Shu nimadir tortadi-da. Shu yillar ketaverasan, bo'sh bir o'zing ketaverasan, oldingdan chiqadi, ketasiz aktingizdan tasarra rifdisa bo'sh. Rifdisa bo'shdan berdan domladir bo'g'onlar, qiyrasanlar bo'g'onlar, rifdisa nima deysiz? Unday bo'lsa biz Feruz aka har kun ertalab turib oynaga qarab aytgan gaplar bilan boshlaymiz. Sidala isaramenta bella odamlar azob berayotgan darajada ham chiroyli bo'lamanmi? Bizda dastlabki chiqish sport fakulteti qizlari, filologiya fakulteti qizlari bilan razborga kelsa. Nima ahvol bu filologiyani o'qiydigan qizni razborga yigitini jo'natibdimi? Sen bera kimni yigitbacha ko'ryapsan? Voy. Shunday qilib o'zsan, qizbachamisan. Sen ham to'ying filologiyani o'qib chiq, keyin ko'ramiz ahvolingni. Shokir bular atmasga ketamiz bu yerdan. Biz chiqishimiz so'ngida nima deymiz? Qiz bola boshimiz bilan sahnaga chiqib bunaqa rollarni o'ynash, mana bu yerda turib o'ynash bizga oson emas, lekin biz o'zimizni yuragimizdagi olov uchun, ustozlarimizning ishonchi uchun, Qevizini sevganimiz uchun faqatgina sahnaga chiqamiz. Qevizi universitetda rivojlanar ekan, mana shunday zo'r Qevizilar davom etaveradi va biz albatta Oliy ligada chempion bo'lamiz. Rahmat, sizlar bilan yaqindan qarashda filologiya fakultetining magnit jamoasi bo'ldi. Rahmat deb qolamiz filologiya fakultetining magnit jamoasiga va barcha jamoalarni sahnamizga ikkinchi shart uchun taklif qilib qolamiz. Marhamat. Assalomu alaykum. Mana bugun Buxtida bayram. Biz uchun shartimizni boshladik. Buxtida bayram. Bayramlarimiz bizlarni har doim go'zal va juda ham chiroyli o'tgan. Biz bayramlarimizni askiyasiz tasavvur qila olmaymiz. Askiyasizda. O'g'limjon, labbay. Gulmisiz, rayhonmisiz, bulbulmisiz? Men sizni o'xshatdim. Kimga o'xshatdingiz? Feruz akaga o'xshatdim. Tushunmadim. O'zlari o'ziga o'xshamayaptilar, hech bo'lmasa siz o'xshang. Onajon, labay, men sizni o'xshatdim. Kimga o'xshatding? Nusrat akaga o'xshatdim. Nusrat aka bo'lsam nima qilardingiz? Ismga xoliq qo'yib birga baylanardik. Menga qarang, stop, askiyadan chiqaylik-da. Nusrat aka, endi siz blogersiz, ko'p blogerlar bilan endi tanishsiz. Sizga bitta savolim bor-da. Mirjon bilan Hamida nimaga ajrashib ketdi? Rostdan ham orzu bo'lganda reklamasida birga chiqmayapti, shunga. Menga qarang, men sizni o'xshatdim. Kimga o'xshatdingiz? Bataga o'xshatdim. Yana tushunmadim-da. O'zim primorda. Yo'q, endi menga qara. Bo'ldi, endi askiyadan o'tamiz. Ana endi sahnaga dor bosib. Menga qarang, to'y bo'ldi. Qanday to'y bo'ldi? Yashang to'y bo'ldi. Menga qarang, boydan so'rang, kambag'aldan so'ramang. Boy oshirib beradi, kambag'al yashirib beradi. To'y bo'ldi, so'rang, to'y bo'ldi. Hakamlardan so'rang. Endi hakamlardan so'ra
ismat toy bola, emitada ismat toy bola. Hammasi yaxshimi turing toy bola, turing. Yashang toy, hech kim. Hammasi yaxshimi toy bola? Orqamga nima deb suqiladi? Bitta shisha sinmay qoldi, qo'ying-a. Ey, endi menga qarang toy bola, sizda endi biz oqlashimiz kerak, olgan pulimizni pichoqqa bering, bering. Ana toy bola, hammasi yaxshi chidak toy bola, yaxshi. Toy bola, yaxshi beriz aka. Menga qarang toy bola, hammasi bu remin nima qilyapti? Pichoq ekan. Hey, menga qarang toy bola. Ana endi pulni oqlashimiz kerak, gulxanni olib chiqinglar. Gulxan nimaga? Endi sizda yoqamiz toy bola. Hey, ana endi. Hey, bu yoqqa chiqinglar, nimadan qo'rqasizlar? Chiqib turinglar. Hey! Mana endi navbatimizni sumalakka beramiz. Biz sumalaksiz bayram o'tkazamiz. Ana, hey, sumalaklarimiz. Oh, bu yoqda turinglar. Malades, repetitsiya qilyapmiz biz. Qara. Ana sumalak, ana bezmatdan sumalak. Bachana yeysizlar. Yo. Men o'zim yeyman, mana. Mana endi o tabifonlardan sumalak. Bachana yeysiz. Yo. Bo'lmasa ana Ilyasdan sumalak. Tamam, stop. Ey, sumalak chekdillarini ketsa yotib olib, qo'yinglar. Tamam endi. Sumalak yeglari kelyaptimi? Bir mayisda boboqonlarimiz 40 ga bo'lib yegan. Shu bitta sumalakni 9 kishi olmasa, kelib ko'ringlar. Let's go. Diqqat qilamiz, 2012-yilda yigit va qiz to'qnashuvi. Men o'zingdan qo'ling kesasan, ko'zingga qaramaysanmi sen? Ha? Zo'r apay, kelding. Let's get loud. Ko'ramiz endi xuddi shu holat 2024-yilda. Ko'ramiz maktabdagi holat. Mana vatanimiz adabiyot darsimizni boshlaymiz. Bugungi mavzumiz Alisher Navoiy. Qani kim biladi Alisher Navoiy? Men bilaman. Marhamat. Pista bodom bo'lmaydi, qarib odam bo'lmaydi. Bale. O'ylayman bu gapni aytganim yo'q. O'ylayman. Let's get loud. Endi sizni qita azoblaymiz. Hammamizning jonimizga tekkan Instagramdagi qo'shiqlar. Men bilan, sen bilan bo'lgan xotiralar. Men bilan solo, hammaga yolg'izman solo. Hayotim barham. Let's get loud. Men Amir Temur bo'lib shu kelajak uchun urishdimmi? Men mana shu qiymaloda uchun urishdimmi endi? Yoki solo uchun urishdimmi? Ey, nima kerak? Sizlar Alisher Navoiyga o'zi kimligini bilasizlar. Ey, u Alisher Navoiy butun dunyo bo'yicha rekord o'rnatgan ko'p so'z ishlatish bo'yicha. Lekin o'sha so'zlarini ichida harf degan so'z yo'q. Tushunyapsizlarmi? Bizlar ajdodlarimizni ustidan kulib bunaqa videolar emas, ularni ulug'lashtirish kerak. Ularni ko'proq ko'klarga ko'tarishimiz kerak.
Instagram'dagi videolarni ko'rib like bosgandan ko'ra ularni tagiga kommentariyada negativ bo'laylik. Mana aka Nusratga yozasizlar negativ, ularga yozinglar normalda. Rahmat, sizlar bilan birinchi shart bo'yicha, uchinchi shart bo'yicha, uchinchi shart bo'yicha iqtisodiyot va turizm fakultetining optimist jamoasi bo'ldi. Rahmat deb qolamiz. Iqtisodiyot va turizm fakultetining optimist jamoasiga bitta biroz qarsakamlar qancha harakat qilishdi. Endi esa navbatni san'atshunoslik fakultetining universal jamoasiga beramiz. Marhamat. Demak, bitta xatolik ketdi. Iqtidorli yoshlardan tashkil topgan jamoa Xemis jamoasiga beramiz navbatni. Marhamat. Pretty girls come to the drum, let's get it on. They depending on the day. Pretty girls kicking at the fan, the mama, the fan, the Chumoni yelkasida ko'taradigan simichka pichoqlar ham ko'payib ketgan vayinchilar turganda bizda 3-shart sistem saqlab ko'rinishimiz o'zbek yigitining hind qiziga oshiq bo'lib qolish deb nomlanadi. Ko'ramiz. Просто adashibdi. Ha, balki sen adashgandirsan. Ushlanglar buni, ushlanglar. Stay. Das ist doch okay. Yaxshilab, buni ham ol. Marzoqi, qizni qo'lini shirab keldim. O'zing biling yo'qmi? Marzoqi qo'limga hok poyezdni olib charchab ketdim. Marzoqi, Sorry. Marzoqi qizni yaxshi ko'raman. Menga bermasangiz bilmaydi. O'zbekistonda joydan kelaman. Sendan yalanga yo'q qizim bermayman. Nima? Qiz bilmasa yo'q o'zi berasizmi? Marzoqi, Yashamayman siz bilan. Bir marta yashaylik, ha? Menga bepusht er kerakmas. Oxirgi marta yashaylik. Uchinchi marta yashamayman. Marzoqi, qizni bering. Men O'zbekistonga olmayman.
tomosha. Alyo. G'altak, qanaqa g'altak? Keldi g'altaklar. Haqiqat qalbak hayoti. Manga qara, g'altak bilan chiqaman deding, g'altak qani? Akbar bermadi. Yo'q, achimilish kerak ekan, quyda. Biladimi? Nima? To'g'ri qilmoqmiz. Yo'q qo'raman. Bani yuvsang ketadiki yo'q. Marjo'qi, men bu ishda chiqqanimda yo'q bilgan edim. Sizni bermasligingizni. Men sizni oldingizga kelganimda mana bera qayerda keyincha muzikangizga o'ynatdingiz. Ana bera tutib olib urdingizlar. Ana bera yo'lga cho'miltirdingiz. Meni o'zimni o'zbek qizimdan qo'ymasin. Qani qizim? Biz bugun xursandmiz. Chunki bizda iqtidorli talabalarni mana shu universitet rivojlantiryapti. Biz bugun xursandmiz. Chunki bugun Rahmat sizlar bilan iqtidorli talabalardan tashkil topgan Heymiz I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up. Rahmat deb qolamiz iqtidorli yoshlardan tashkil topgan Xeviz jamoasiga bitta gulroz qarsaklaringiz bilan davom etamiz 3-shartimizni. Ana endi esa sahnamizga qora natijasiga ko'ra San'atshunoslik fakultetining universal jamoasi chiqish qilib beradi. Marhamat. Ko'ramiz, bizga 3-shart mahallamizdagi mojarolar. Hello my friend. Eine Smith, eine Feet, drei Smith, drei Feet. Kimsan? My name is Reispo. Oh Reispo. Oha! Germaniyadan nemis keldi. Yo'q, hozir to'xtab tur, hozir chiqaman hozir. Nemis. Bumi? Yes. Ist leider nicht zur Zeit. Wir lachen gut. Die Feindswege einen roten Leim. Schneller lachen rein. Oyisting kimsan? Rais buvani. O'nqollarmi? Asosda ko'tar, yerdasan deydi. Rais bu. Oy, undan chap qo'llar qani? O'ng qo'llari men, chap qo'llari Zaynik. Rais bu. Xo'sh. Sen qishloqqa Germandan tashqari sigan kelgan. Sigan?
is what the story. Aka sen sigar mısın? Hamma sigaman. Qo'lingni yuvganmisan? Oh, yomona keldi aka bitta kirib chiqay. Iltimos. Sigaman. Aka sigamingiz yuvsangiz bo'lmaydimi kirsam? Bitta kiray mehmon. Iloji yo'q, qo'lini yuvganman kirishib kerak. Aynim. Aka. O'chirab ketiring. Qanaqa o'chirab, ustaman eshigimni olib keting. Film va seriallarning zo'r joylariga kirgan ham reklama bo'ladi. Shuningdek, bizda ham reklama. Colgate, tishlar jilosi. Ekler, sochlar kilosi. Yo'q, Colgate. Ekler, Yo'q, Colgate. ekler, sochlar Colgate. kilosi. Hammamiz King Kong filmini ko'rganmiz. O'sha filmdagi gorilla rolini ayol kishi bajarsa qanday bo'ladi? Mana qara. Shu desang bizlar bu hojatxonani o'pib o'jatdan hojatxona qo'yib edik. O'shani yutib edik. To'xta. Mana qara. To'g'risini aytib maqting. Yo'q, to'g'risini aytdim. Mana qara-da. O'tgan safar buni qarab o'la. O'tgan safar 2 kun universitetga suvmaganda unidan suvni bosishda bizga chiqarib qo'yibdi bular eli. Suvni bosishni qo'yib turing. Kimdir ulgurmaganidan men nimadir bosib oldimda. To'xta. Buni qara-da. Bular hammasi reklama qilyapti. Mana qara-da, biz o'pimchi topib chiqyapmiz, yemayapti-da. Mahalla mo'jarolarni olib chiqyapmiz, yemayapti. Lekin bular reklama so'rasa yoribdi-da. Hadi biz ham reklama qilaylik. Davay sen sotuvchi turasan, ovoz keladi. Bu magadan aksiya kelib qolinglar, ichida ma'lum chiqadi. Aksiya. Bu magadan aksiya kelib qolinglar. Aksiya, Malibu mashina chiqibdi. Bu magadan aksiya olib qoling. Malibu sen minib yurasiz. Bu magadan Malibu chiqadi. Bu magadan aksiya. Qaqay, menga bitta ber. Agar yutib chiqsa, beraman. Qani pul? Bu magadan aksiya kelib qolinglar. Malibu mashina chiqishi mumkin. Aka, Malibu chiqdi. YouTube chiqdi. Bering akajon, iltimos. Bering, iltimos. Bering. Akajon, YouTube chiqdi, iltimos. Bering. Ha, Malibuni qo'yib turing. O'qiy oling. Sen ularga aytgin. Men o'tama gapirmasin. yo'q, sen otangga ayt, men onamga gapirmasin. Aytgin gapirmasin. Yo'q, sen. Mana o'ta
sen. Sen gapirib qolsang. Gapirmaydi endi. Nima tartibsizlik bu? Mahallada urush qilyapti buni qara. Uyat-ku bu. Kim biladi oyi? Bular ota-onam bozor ekan, nimaga borgan? So'ngda rivoyatlarni gapirmoqchimiz. Uzoq bir chelda bir bola adashib qoldi. Uzoqdan ko'zini nimadir qamashtirdi-da. Bu oltinmi? Yo kumushmi? Yoki oynami? Yaqinroq borib qarasa, Ozod Yeliyev oftobga toblanib o'tgan ekanlar. Amma chiqishining oxirida qo'shiq bilan tugatsa, biz rais buvaning qo'shiqlari bilan tugatamiz. Bomba bilan, con la pistola ton babilam, con la pistola mi ton babilam, con la pistola fi con milla, con tama faye, tama kustu faye, con tama faye, tama kustu faye, bomba bilan, con la pistola mi bomba bilan. Hey, qo'shiq tugadi. Shoshmangani, Ozod Yeliyev kutqiysinlar. Rahmat, sahnada sizlar bilan Universal jamoasi. Jismoniy tarbiya va sport fakultetining yangi milliard jamoasiga beramiz. Marhamat. Nima bularni yorvoradi deb o'yladinglar-da, arabchaga chiqdi deb. Sportdagi qizlar bo'lsa, nimani kutasizlar bundan? Tomosha qilamiz. Bizda ilk sahna ko'rinishi qizlarning yotoqxonasidagi sevishganlar. Jonim, senga jonim fido. Og'zing guli tobuldi jahon mulkida paydo. Bo'ldi, siz shu yerda qoling. Men hozir borib pardoz andoz qilishim kerak. Darsga kech qolyapman. Men ham boraman. Uchib ket. Siz jinnimisiz? Hozir qalqonlar kelsa kim degan odam bo'lamiz? Xavotir olma. O'sha qalqonlarning kattasi Feruz Karimov o'zim bo'laman. Tomosha qilamiz. Universitetimizda puxta parti. Hay, Ilyosjon. Uyni qiyin tashab qo'yish oson ekanmi? Ha? Bu qizni birinchi shartga yiqitdilar, uchinchi shartga yiqitdilar. Siz meni tashab qo'yapsiz. Kelajak nima bo'ldi buni? Oling endi. Bizda puxta parti davom
ketadi. Qaysini? Jinnimisan Nusrat aka-ku. Qaysini? Ozod aka-ku, jinnimisan? Mana shu kishini sevib chiqqandan beri 5 yil turadi, shu kishini sevib.